Itvachamiz ko'chada ozgina aylanib kelgandan keyin mast bo'lib qoldi, qaranglar. Karisi itvachamizni ismi Taykong, bu ismni meni erim qo'ygan. Har safar cho'miltirganimizdan keyin shunaqa qutulgan itga o'xshab aqa-baqa yugurib jinnilik qiladi. Bu itvachani qilig'ini qaytarib, sog'oy ham aqa-baqa yugurib yuribdi. 18 oyli bolam itvachamizdan ko'p narsalarni o'rgandi. Masalan, oyoq yalashni yoki o'yinchoqlarni og'zida ko'tarib yurishni va albatta tishlashni. Oldin umuman tishlamasdi. Itvachamiz qaynonamni 1-2 marta tishlaganini ko'rib, o'shandan keyin sog'oy ham bizni tishlaydigan bo'lib qoldi. Itvachamizning yoshi 3 yosh. Ba'zida itvachamizni men so'kkanimda sen nima qaynukangni so'kyapsan, so'kma deb qaynonam meni urishib beradilar. Bu itvacha meni kichkina o'g'lim senga qaynuka bo'lsa, sog'oyga amaki bo'ladi deb hazillashadimi yoki seriyozli gapiradimi ba'zida tushunmay qolaman. Qaynonam itvacha bilan o'ynashganini ko'rib sog'oni ko'ti kuyapti shekilli, u ham o'yinchoqlarini olib kelib men bilan o'ynash deyapti. Xullas, itvacha bilan sog'u qaynonamni bir-biridan juda ham rashk qiladi. Lekin qaynonam itvachamizga sen 2-o'rinda turasan, sog'u 1-o'rinda turadi, u meni nevaram deb o'qitishga harakat qiladi. Koshki gapni tushunsa.